Bugun men sizga juda muhim masalani tushuntiraman. Uyingiz, hovlingiz, kvartirangiz yoki yeringiz bo'yicha hujjatlar joyda bo'lmasa, qarzingiz yig'ilib qolgan bo'lsa, kadastrda muammo bo'lsa, yoki uyingiz davlat ehtiyoji uchun buziladigan hududga tushib qolsa, qanday xavf bor va nimalarni hoziroq qilish kerak? Bu mavzu har bir oilaga tegishli, chunki ko'pchilik uy meniki-ku, hech kim tegmaydi deb yuradi. Lekin amalda bitta noto'g'ri hujjat, bitta e'tiborsiz qolgan qaror yoki bitta imzolanmagan dalolatnoma keyin katta muammoga aylanadi. Men bu videoda qo'rqitish uchun emas, sizni ogohlantirish uchun gapiryapman. Chunki odamlar ko'pincha kech qolgandan keyin yurist qidiradi. Sud qarori chiqqan bo'ladi, ijro ishi ochilgan bo'ladi, buzish texnikasi kelgan bo'ladi, bank ogohlantirish yuborgan bo'ladi. Shuning uchun hozir videoni oxirigacha ko'ring. Kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki bunday huquqiy ma'lumotlar ko'p oilalarning uyini, pulini va asabini saqlab qoladi. Men eng avvalo oddiy tilda tushuntirib beraman. Odamlar orasida yangi qonun chiqibdi. Endi uyni tortib olishar ekan degan vahimali gaplar yuradi. Aslida hech qaysi davlat organi kelib qonuniy hujjatli uyingizni shunchaki olib qo'ya olmaydi. Mulk huquqi konstitutsiya va qonunlar bilan himoyalangan. Lekin muammo shundaki, deb aytishning o'zi yetmaydi. U huquqiy jihatdan ham sizniki bo'lishi kerak. Kadastr hujjati, davlat ro'yxatidan o'tgan mulk huquqi oldi sotdi shartnomasi, meros hujjati, hadya shartnomasi. Sud qarori yoki hokim qarori kabi asoslar to'g'ri bo'lishi shart. Oldin ko'p joylarda odamlar uy qurib olgan, yerni egallab olgan, keyin bir kun hujjat qilib berishadi deb kutgan. Ayrimlar eski tilxat bilan uy sotib olgan. Ayrimlar qarindoshining nomidagi uyda 20 yil yashagan, lekin o'z nomiga rasmiylashtirmagan. Yana kimdir kadastr pasporti bor deb o'ylaydi, lekin davlat ro'yxatidan o'tmagan bo'ladi. Mana shunday joylarda xavf kuchayadi. Hozirgi tartiblar avvalgidan ancha qat'iylashgan. Elektron kadastr bazalari, soliq bazalari, kommunal qarzdorlik, bank garovi, sud va ijro tizimi bir-biri bilan ko'proq bog'lanmoqda. Ya'ni sizning mulkingiz bo'yicha muammo bo'lsa, u avvalgidek qog'oz papkalarda yo'q bo'lib ketmaydi. Qarzdorlik bo'lsa ko'rinadi, noqonuniy qurilish bo'lsa aniqlanadi. Garovga qo'yilgan uy bo'lsa bazada chiqadi. Sud qarori bo'lsa ijroga yuboriladi. Lekin men yana bir narsani aniq aytaman. Uyni tortib olishadi degan ibora hamma holatga to'g'ri kelmaydi. Qonuniy asos bo'lmasa, kompensatsiyasiz, sudsiz, tartibsiz mulkdan mahrum qilish mumkin emas. Xavf faqat muayyan vaziyatlarda paydo bo'ladi. Endi men ana shu vaziyatlarni birma-bir ochib beraman. Birinchi xavfli toifa. Hujjatsiz yoki chala hujjatli uy egalari. Masalan, siz 2010 yilda hovli sotib oldingiz, sotuvchi bilan oddiy xat yozdingiz, pulni berdingiz, kalitni oldingiz. Lekin notariusga bormadingiz. Siz buncha yildan beri shu uyda yashayapsiz. Kommunal to'lovlarni to'laysiz, hatto ta'mir ham qilgansiz. Lekin davlat ro'yxatida uy hali ham eski egasining nomida turibdi. Endi eski eganing farzandlari meros ochsa yoki qarzi sababli uyga taqib qo'yilsa, siz men pul berganman deb qolishingiz mumkin. Tilxat yordam beradi, lekin mulk huquqini avtomatik bermaydi. Sudlashga to'g'ri keladi. Isbotlash kerak bo'ladi, guvoh topish kerak bo'ladi. Ikkinchi misol, ota uyini katta o'g'liga sen yashayver deb bergan, lekin rasmiy hadya qilmagan. Ota vafot etgandan keyin boshqa farzandlar merosdan ulush talab qiladi. Katta o'g'il esa 20 yil men qaradim, uyni men qurdim, ota menga bergan deydi. Agar hujjat bo'lmasa, meros qonun bo'yicha bo'linadi. Natijada uy sotilishi, ulush ajratilishi yoki kompensatsiya to'lanishi mumkin. Mana shu ham odamlar orasida uyimni tortib olishdi degan gapga sabab bo'ladi. Aslida esa hujjat o'z vaqtida rasmiylashtirilmagan bo'ladi. Ikkinchi xavfli toifa o'zboshimchalik bilan qurilgan imoratlar. Masalan, sizga 6 sotiq yer ajratilgan, lekin yon tomondagi bo'sh joydan yana 2 sotiq qo'shib devor tortib olgansiz, yoki uy yoniga do'kon, ombor, ustaxona qurgansiz, lekin ruxsatnoma yo'q. Yoki ko'p qavatli uyda birinchi qavatdagi kvartiradan ko'chaga chiqish qilib, balkonni kengaytirib savdo nuqtasi ochgansiz. Bunday holatda davlat organlari tekshirsa, noqonuniy qurilishni bartaraf etishni talab qilishi mumkin. Agar xavfsizlikka, qo'shnilar huquqiga, yo'lga, kommunikatsiyaga, elektr yoki gaz tarmoqlariga zarar bo'lsa, buzish masalasi ko'tariladi. Uchinchi xavfli toifa ipoteka yoki kredit garovidagi uy egalari. Ko'pchilik uy o'z nomimda, bank hech narsa qila olmaydi deb o'ylaydi. Yo'q, agar u ipoteka garovida bo'lsa, siz shartnoma bo'yicha majburiyat olgansiz. Masalan, 4 million so'm kredit oldingiz, oyga 5 million so'mdan to'lashingiz kerak. 6 oy to'lamadingiz.
qarz jarima va foiz bilan 35-40 millionga chiqdi. Bank avval ogohlantiradi, keyin sudga beradi yoki notarial ijro yozuvi bo'yicha undiruvga o'tadi. Sud yoki ijro jarayonida garovdagi uy auksionga chiqarilishi mumkin. Bu ham uyni tortib olishdi deb ko'rinadi, lekin aslida garov shartnomasi imzolangan bo'ladi. 4-xavfli toifa katta qarzdorligi bor mulkdorlar. Soliq qarzi, aliment, kredit, yetkazilgan zarar bo'yicha sud qarori. Biznes qarzi bo'lsa, majburiy ijro byurosi mol-mulkni aniqlashi mumkin. Agar qarz juda katta bo'lsa va boshqa mol-mulk yetmasa, ko'chmas mulkka taqiq qo'yilishi, keyin sotish masalasi ko'rilishi mumkin. Lekin bu yerda ham muhim farqlar bor. Har qanday kichik qarz uchun darrov uyni olib qo'yishmaydi. Jarayon bosqichma-bosqich bo'ladi. Qarzdorlik aniqlanadi, talabnoma yuboriladi, sud qarori yoki ijro hujjati bo'ladi. Ixtiyoriy to'lash muddati beriladi. Keyin majburiy choralar qo'llanadi. 5-xavfli toifa davlat ehtiyoji uchun buziladigan hududdagi uy egalari. Masalan, yangi yo'l qurilishi, metro, kanal, maktab, shifoxona, infratuzilma loyihasi bo'lsa, ayrim uylar buzish hududiga tushishi mumkin. Bu holatda ham eng asosiy narsa kompensatsiya. Qonuniy mulk egasiga bozor qiymatiga yaqin adolatli kompensatsiya. Boshqa uy. Pul yoki kelishilgan boshqa shakl berilmasdan shunchaki buzib tashlash to'g'ri emas. Lekin amalda baholash past bo'lishi, hujjatlar chala bo'lishi, odamlar shoshilinch imzo qo'yib yuborishi mumkin. Shu sabab ehtiyot bo'lish kerak. Endi kim xotirjam bo'lishi mumkin? Agar uyingiz kadastrdan o'tgan bo'lsa, mulk huquqi davlat ro'yxatida sizning nomingizda bo'lsa, uy garovda bo'lmasa yoki kreditlaringiz vaqtida to'lanayotgan bo'lsa, noqonuniy qo'shimcha qurilish qilmagan bo'lsangiz, yer chegaralari aniq bo'lsa, soliq va kommunal qarzlaringiz nazoratda bo'lsa, siz vahimaga tushmasligingiz kerak. Lekin baribir hujjatlarni tekshirib qo'yish zarar qilmaydi. Men amaliyotda ko'p ko'rgan birinchi tuzoq kadastr hujjati bor, lekin mulk huquqi to'liq rasmiy emas. Odamlar kadastr pasportim bor deydi. Kadastr pasporti muhim hujjat, lekin eng asosiy savol. Davlat ro'yxatida mulkdor sifatida kim turibdi? Sizmi, otangizmi, sobiq egami, quruvchi tashkilotmi yoki umuman boshqa odammi? Agar elektron reyestrda siz ko'rinmasangiz, muammo chiqishi mumkin. Ikkinchi tuzoq uy oldi sotdi qilingan, lekin turmush o'rtog'ining roziligi olinmagan. Masalan, er-xotin nikoh davomida uy sotib olgan. Uy erning nomida, lekin qonun bo'yicha bu umumiy mulk bo'lishi mumkin. Er uyni sotib yubordi, xotin keyin sudga berdi va bitimni nizolashdi. Xaridor men pul to'ladim deydi. Lekin agar hujjatlarda xatolik bo'lsa, yillar davomida sudlashadi. Shuning uchun uy sotib olayotganda nafaqat kadastrga, balki oilaviy holatga, rozilik hujjatlariga, taqiqlar bor yo'qligiga ham qaraladi. 3-tuzoq meros vaqtida ochilmagan. Ota yoki ona vafot etgan, farzandlar uy baribir bizniki deb yurgan. Oradan 10 yil o'tgan. Keyin biri sotmoqchi bo'ladi, lekin notarius meros hujjatini so'raydi. Muddati o'tgan. Ayrim merosxo'rlar chet elda, ayrimlari vafot etgan. Ularning farzandlari ulush talab qiladi. Natijada oddiy ish murakkab genealogik masalaga aylanadi. Shu sabab merosni vaqtida rasmiylashtirish juda muhim. 4-tuzoq uy garovda ekan bilmasdan sotib olish. Rasmiy notarius orqali sotib olsangiz, odatda taqiq va garov tekshiriladi. Lekin tilxat bilan tanish bilish orqali keyin rasmiylashtiramiz deb pul bersangiz, xavf katta. Uy bank garovida bo'lishi, sud taqiqida turishi, soliq qarzi bo'yicha cheklov qo'yilgan bo'lishi mumkin. Siz pulni berib qo'yasiz, keyin hujjat o'tmaydi. 5-tuzoq ko'p qavatli uylarda umumiy mulkni egallash. Masalan, podvalni bitta odam ombor qilib olgan, tom qismini kimdir ustaxona qilgan, kirish yo'lagini davor bilan to'sib olgan. Ko'pchilik hech kim indamayapti-ku deydi. Lekin bu joylar ko'pincha barcha xonadon egalarining umumiy mulki hisoblanadi. Bitta qo'shni shikoyat qilsa, yong'in xavfsizligi yoki hokimlik tekshirsa, noqonuniy o'zgartirishni qaytarish talab qilinishi mumkin. 6-nozik masala. Kompensatsiya hujjatlariga shoshilib imzo qo'yish. Davlat ehtiyoji renovatsiya, buzilish yoki ko'chirish masalasida sizga dalolatnoma, kelishuv, rozilik xati berishlari mumkin. Odamlar imzo qo'ymasam yomon bo'ladi deb o'qimasdan imzo qo'yadi. Keyin ma'lum bo'ladiki, u hujjatda kompensatsiya miqdoriga roziman, keyinchalik da'vo qilmayman degan mazmun bor. Men har doim aytaman. Imzo qo'yishdan oldin nusxa oling, uyda o'qing, mustaqil baholovchi yoki yuristga ko'rsating. Imzo bu oddiy qalam izi emas, huquqiy oqibat. 7-masala. Soliq va kommunal qarzlar. Kommunal qarzning o'zi odatda darhol uyni sotishga olib kelmaydi. Lekin qarz sudga chiqsa, ijro hujjati paydo bo'ladi. Ayniqsa,
xonadon ijaraga berilgan bo'lsa, ijarachi to'lamay ketgan bo'lsa, egasi javobgar bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun ijarani ham rasmiy shartnoma bilan qilish, hisoblagich ko'rsatkichlarni dalolatnoma bilan topshirish kerak. Endi men sizga aniq harakat rejasini beraman. Birinchi qadam, uyingiz bo'yicha hujjatlar papkasini tayyorlang. Unda kadastr pasporti, mulk huquqini tasdiqlovchi davlat ro'yxatidan o'tgan hujjat, oldi sotdi yoki hadya shartnomasi, meros guvohnomasi, sud qarori, hokim qarori, ipoteka shartnomasi bo'lsa, uning nusxasi, soliq to'lovlari, kommunal to'lovlar, uy rejasiga oid hujjatlar bo'lsin. Hujjatlar aralash, yo'qolgan yoki eski bo'lsa, darhol tiklashni boshlang. Ikkinchi qadam, davlat ro'yxatida mulkdor kimligini tekshiring. Buning uchun kadastr organiga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qilasiz. Elektron xizmatlar orqali ham ma'lumot olish mumkin. Sizga kerak bo'lgan savol bitta. Ushbu ko'chmas mulk kimning nomida? Unga taqiq, garov, cheklov qo'yilganmi? Agar sizning nomingizda bo'lmasa, nima sababdan o'tmaganini aniqlang. Uchinchi qadam, yer chegarasini tekshiring. Ayniqsa hovli joylarda bu juda muhim. Devor qayerdan o'tgan? Kadastr rejasidagi chiziq qayerda? Qo'shni bilan chegara mosmi? Agar siz 6 sotiq o'rniga amalda 7 sotiqdan foydalanayotgan bo'lsangiz, bu kelajakda nizo beradi. Kadastr mutaxassisini chaqirib o'lchov qildiring. Qo'shnilar bilan dalolatnoma tuzing. Imkon bo'lsa qonuniylashtirish yo'lini so'rang. 4-qadam, uyda qo'shimcha qurilish bo'lsa, ruxsat masalasini aniqlang. Oshxona, ayvon, 2-qavat, do'kon, garaj, ombor, balkon kengaytmasi. Tom yopish, podvalni o'zgartirish kabi ishlar rasmiy rejaga kiritilganmi? Agar kiritilmagan bo'lsa, kadastrga borib maslahat oling. Ba'zi holatlarda rasmiylashtirish mumkin. Ba'zi holatlarda esa xavfsizlik yoki shaharsozlik qoidalari sabab rad etiladi. Muhimi, muammo kelganda emas, oldindan aniqlang. 5-qadam, kredit va garovlaringizni tekshiring. Agar ipotekada bo'lsa, bank bilan ochiq gaplashing. To'lov kechiksa yashirinmang. Bankdan restrukturizatsiya, muddatni uzaytirish, to'lov jadvalini o'zgartirish, vaqtinchalik yengillik so'rash mumkin. Masalan, siz ish yo'qotdingiz, uch oy to'lay olmadingiz. Agar bankka borib ariza yozsangiz, hujjat topshirsangiz, kelishuv imkoniyati bo'lishi mumkin. Lekin akis oy yo'qolib ketsangiz, telefon ko'tarmasangiz, ish sudga o'tadi. 6-qadam, agar sizga buzilish yoki ko'chirish haqida xabar kelgan bo'lsa, darhol quyidagilarni qiling. 1-dan, xabarnomaning nusxasini oling. 2-dan, qaysi qaror asosida ekanini yozma so'rang. 3-dan, uyingiz bo'yicha mustaqil baholash qildiring. 4-dan, kompensatsiya taklifini yozma shaklida talab qiling. 5-dan, rozilik bermasangiz, men taklif qilingan kompensatsiya miqdori bilan rozi emasman. Mustaqil baholash va qonuniy tartibda ko'rib chiqishini so'rayman degan mazmunda yozma ariza qoldiring. Og'zaki gapga ishonmang, hammasi qog'ozda bo'lsin. 7-qadam, hech qachon bo'sh qog'ozga imzo qo'ymang, keyin to'ldiramiz. Faqat ro'yxat uchun, tekshiruv uchun kerak. Hammadan olyapmiz degan gaplar bo'lsa ham imzo qo'ymang. Har bir hujjatning yuqorisidan pastigacha o'qing. Tushunmasangiz, men hujjatni o'rganib chiqish uchun nusxa olaman deng. Bu sizning huquqingiz. 8-qadam, agar suddan xat kelsa befarq bo'lmang. Ko'pchilik xatni olmaydi, olmasam sud bo'lmaydi deb o'ylaydi. Bu xato. Siz bormasangiz ham ish ko'rilishi mumkin. Sud chaqiruvi, da'vo arizasi, ijro xati. Bank ogohlantirishi kelsa, darhol javob tayyorlang. E'tiroz yozing, dalil to'plang. To'lov qilgan bo'lsangiz, kvitansiyalarni qo'shing, muddat so'rang, kelishuv taklif qiling. 9-qadam. Qarindoshlar o'rtasidagi uy masalasini bugun hal qiling. Ota-onangiz nomidagi uyda yashayotgan bo'lsangiz, meros, hadya yoki vasiyat masalasini oilaviy kelishib oling. Uy kimga qoladi? Boshqa farzandlarning ulushi nima bo'ladi? Kim kompensatsiya oladi? Degan savollarni hozir gaplashish noqulay tuyulishi mumkin. Lekin keyin sudda urushgandan ko'ra hozir madaniyat bilan hal qilish yaxshiroq. 10-qadam, barcha arizalarni yozma topshiring. Hokimlikka borsangiz, kadastrga borsangiz, bankka borsangiz, MIBga borsangiz, og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Ariza yozing, kirim raqamini oling, nusxasini saqlang. Agar elektron murojaat yuborsangiz, ro'yxatga olingan raqamni saqlang. Chunki ertaga men aytgandim emas, mana yozma murojaatim degan dalil ishlaydi. Tasavvur qiling, bir oila 300 million so'mga hovli sotib oldi. Sotuvchi notariusga keyin boramiz, hozir pul kerak dedi. Xaridor ishonib pul berdi, tilxat oldi. Oradan 2 yil o'tib sotuvchi vafot etdi. Merosxo'rlar chiqdi va uy otamiz nomida biz merosxo'rmiz dedi. Xaridor sudga yugurdi.
u pul berganini isbotlash kerak. Topshirilganini isbotlash kerak. Sotuvchi o'sha paytda bitim tuzishga haqli bo'lganini isbotlashi kerak. Agar boshida notarial shartnoma qilinganda bu muammo bo'lmas edi. Yana bir misol. Fuqaro ipoteka bilan 500 million so'mlik kvartira oldi. Dastlab 1 million boshlang'ich to'lov qildi. 400 million kredit oldi. 3 yil yaxshi to'ladi, keyin daromadi kamaydi. U bankka bormadi, og'olantirishlarni e'tiborsiz qoldirdi. Qarz yig'ildi, sud qarori chiqdi, ijro boshlandi. Keyin uyimni olib qo'yishmoqchi dedi. Bu vaziyatda eng to'g'ri yo'l boshida bank bilan muzokara qilish edi. Kechiktirilgan har oy qarzni kattalashtiradi. Yana bir holat. Hovli egasi ko'chaga yaqin joydan kichik do'kon qurdi. Hamma quryapti-ku deb ruxsat olmadi. Keyin yo'l kengaytirish loyihasi keldi. Kadastr hujjatlarida do'kon yo'q. Baholashda faqat rasmiy uy va yer hisobga olindi. Do'kon esa muammoli obyekt bo'lib qoldi. Agar qurilish oldindan rasmiylashtirilganda kompensatsiya masalasi boshqacha bo'lardi. Men bugun sizga asosiy fikrni aniq aytdim. Qonuniy, hujjatli, qarsiz, rasmiy ro'yxatdan o'tgan uyni hech kim shunchaki tortib ola olmaydi. Lekin hujjatsiz uy, tilxat bilan olingan uy, garovdagi uy, katta qarz bor mulk noqonuniy qurilish, meros rasmiylashtirilmagan hovli yoki buzilish hududidagi uy bo'yicha xavf juda real. Muammo qonunda emas. Ko'pincha bizning e'tiborsizligimizda keyin qilamiz degan odatimizda. Bugun videoni ko'rgan bo'lsangiz bitta ish qiling. Uyingiz hujjatlarini olib, mulkdor kim, garov bormi, taqiq bormi, kadastr to'g'rimi, qarz bormi, shuni tekshiring. Agar muammo topsangiz, yashirmang, kechiktirmang, darhol yozma murojaat qiling va qonuniy yo'l bilan hal qiling. Sizning fikringiz qanday? Siz yashayotgan joyda ham uy hujjati, buzilish, kadastr yoki ipoteka bo'yicha muammolar bormi? Kommentariyada yozing. Men keyingi videolarda eng ko'p uchrayotgan savollarga alohida javob beraman. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Chunki bunday ma'lumotni bugun bilgan odam ertaga uyini, pulini va huquqini himoya qila oladi.